Jiyan dunyoga kelganda xursandchiligiga qul ozod qilgan zot amaki bo'ladi. Amaki kim? Bu Abu Lahab, payg'ambarimiz amakilar. Yo Abu Lahab dedi Suayba onamiz. Jiyan senga muborak bo'lsin. Abdullohning bevasi Omina o'g'il tug'di dedi. Eshikni ham ochmasdan ozod bo'lding, ketaver dedi-da. Shuni evaziga har dushanba kuni Abu Lahab qabr azobi ko'tarib turar ekan. Do'zaxga kirsa do'zaxdan azob ko'tarilib turar ekan. Bitta qul ozod qilganiga. Amaki kim? Amaki o'zini farzandidan ham ko'ra jiyanni yaxshi ko'rgan zot amaki bo'ladi. Chunki hali uylanmasdan turib aka uylanganda. Farzand dunyoga keldi, jiyan. Men amaki bo'ldim deydi. Amakini qarang. Biror bir amaki yo'q jiyanini yelkasida ko'tarmagan. Biror bir amaki yo'q jiyanini bag'riga bosmagan. Biror bir